sizlarda ikkala tomonda ham chiqish bor-da. Chala chiqish bor, u o'rta og'ir darajasi. Ko'pincha bir tomonlama bo'ladi. Chiqish bor, bu o'sha displaziyani og'ir darajasi va sizlarda aynan ikki tomonlama chiqish. Bularda chiqish bo'lganda, tug'ma chiqish bo'lganda og'rimaydi. Masalan, biz bir joyimiz bo'g'imidan joydan siljisa, qanaqa kuchli og'riq, shish bo'lib ketadi-da. Bu ona qornidagi rivojlanish nuqsoni. Shuning uchun og'riqsiz bo'ladi. Oyoqni bosmaydi bola. Harakatdan orqada qoladi. Mana bir kurs ichini oling, bir kursda sizlarda natija bor, o'zgarishlar bor, harakatlar oshgan. Oz mashinani 24 soat davomida taqamiz, uni ochmaymiz. Ya'ni golovkani shakllanishi uchun son suyagini boshchasi mana bundoqda hozir, tepaga chiqib ketgan. Shuni joyiga tushirish uchun mana shina keladi va tomchasi, peshtoq deymiz, shakllanishi uchun mana shu shina shuni shundoq pozitsiyada ushlab berishi bizga kerak. Bundan tashqari muolajalarni yana 2-kursini, 3-kursini boshlaymiz. Har 3 oyda bir rentgen qilib turamiz. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarning rentgenlaringiz yaxshi chiqadi.